Mana bemorimiz yarali kolit kasalligi bilan bizaga 2 yil oldin birinchi marotaba murojaat qilib kelganlar. Hozirda 3-bosqich operatsiyalarni biz o'tkazdik. Ya'ni ichaklar, yo'g'on ichak yara toshib ketganligida olinib, undan maxsus rezervuar yasalib, stomalar yopilib, hozir oxirgi operatsiya va uylariga ertaga kuzatmoqchimiz. Kelganimda 2 yil oldin kelganimda 53 kilo vesi bilan kelganman, hozir 60 kilodan oshiqman. Endi hozir ham semizmasiz. Hozir ham semizmasman, lekin gapira olmasdan kelganman, oxirgi vaziyatda kelganman. Mana hozir 3-bosqich operatsiyasini o'tkazdik, zo'r holatlar. Xudo xolisa yaxshi. Hozir qon kelishlari yo'q, hech qanaqa. Qon kelishlari yo'q, og'riqlar yo'q. Bu o'zi og'ir turdagi kasalliklar qatoriga kiradi. Endi mana ko'ryapsiz bemorlarimiz boshqasini. O'rta Osiyo bo'yicha aynan faqat bizada ko'proq klinikada shu rezervuar yasab, ich kelishining kamroq kelishi maqsadida yo'g'on ichak olingandan keyin shu turdagi operatsiyalar bajariladi. Bundan keyin ham baribir nazoratda bo'lasiz, ko'rinib turasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Davron akaga rahmat, kattakon.